Nimaga mahrami yo'q degan gaplarni aytishdi. O'sha paytda sal qo'rqdim. 6-sinfdan keyin ular maktabga borishmaydi. Bizni qo'rqish niyatimiz yo'q dedi. Bizning qurolimiz yo'q. Afg'oniston biz uchun bir qora tuman. Husayn Boyqaroning qabri afsuski juda ham xarob ahvolda. Moshinani o'sha yerni sindirib olib ketgan. Mana bu joyni olib ketishgan. Ismi taylab qo'yibdilar. Mana biz ko'ramiz, oyna ham sindirilgan. Tarixni bilmagan ba'zi insonlar bor, bu yerga kelib, ya'ni tog' tashini bilmaydi. Endi o'zbeklarning o'zi ham Alisher Navoiyni qabrini ziyorat qila olmaydi. Turklarni bizni qavmimizdan emas deb hisoblashadi. Temurlar tarixini bir qismi yo'q bo'lish arafasida. Ayollarni davlat ishlarida ishlashi cheklangan. Hozirgi hukumat tomonidan bu ataylab qilinganmi yoki to'ylarda musiqa asbobi ishlatish mumkin emas. Agar harakatchan bo'lmasangiz, siz bu yerda yashab keta olmaysiz. Agar siz qiz bola bo'lsangiz, hali turmushga chiqmagan bo'lsangiz, bormang Afg'onistonga. Assalomu alaykum, Ogoh.uz sayti kuzatuvchilari. Bugun suhbatimizga siz ijtimoiy tarmoqlarda guvohi bo'lgan Afg'onistonga tashrif buyurgan birinchi o'zbek jurnalisti Muhabbat Mamirovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir to'g'rilab ketishimiz kerak. Birinchi ayol jurnalisti, chunki bundan oldin ham erkak blogerlar tashrif buyurishgan. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Menimcha qiziq bo'ladi suhbatimiz. Bilamiz, Afg'oniston ko'p yillar davomida urush o'chog'ida qolgan mamlakat hisoblanadi. Sizda u yerga tashrif buyurish uchun qanday fikr paydo bo'ldi? Misol uchun u yerga tashrif buyurishim kerak degan fikr sizda qachon paydo bo'ldi? O'zi menda ancha yillar oldin bo'lgandi shu narsa. Endi biz jurnalistmiz, mana siz o'zingiz ham jurnalist ekansiz. Doim biz qanaqa nuqtalarda bo'lishni xohlaymiz-da. Ko'p jurnalistlarda shunaqa fikr o'tadi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni men ham o'ylaganman, Afg'onistonga, Iroqqa, Suriya davlatlariga borib, o'sha joyda odamlarning hayotini ko'rsataman degan bir fikr paydo bo'lganda. Keyin Eronga bordim birinchi marta. Endi Afg'onistonga borish men uchun sal qo'rqinchliroq edi, vahimaliroq edi. Eronga borganimdan keyin yo'q, dunyo men o'ylaganimchalik unaqa qop-qora, oq va qoradan iborat emas ekan, har xil odamlar bor ekan degan bir xulosa paydo bo'lgan va undan keyin Afg'onistonga borish qarori paydo bo'lgan. Erondan oldin ham Afg'oniston bor edi hayolimda. Keyin qidira boshladim. Shu odam nimani o'ylasa, shunga yaqin, shu niyatini amalga oshirish uchun yaqinroq kelar ekanda. Hamma butun koinot harakat qiladi deydi. Menga ham shu Afg'onistonga borishimga yordam beradigan odamlar atrofimga yig'ildi. Ulardan so'radim, surishtirdim. Bu qarorga kelish qiyin bo'lmadi, oson bo'lmadi, juda qiyin bo'ldi. Va 2 marta bordim mana. Bu oxirgisi 2-marta bo'ldi. Va ko'pchilik yozdi, siz dovyurak ekansiz, birinchi qiz jurnalist sifatida o'zingiz bordingiz deyishdi. O'zi hech kim qilmagan ishni qilish menga qiziqarliroq edi-da. Ham bu adrenalin beradi odamga, ham sizni o'zingizni yopilmagan geshtalt deydi. Menda o'sha bucket list, ya'ni bizani har bitta odamning o'zini bajaradigan ishlari bo'ladi, solib qo'yadi, o'zini nima deydi, korzinkasiga solib qo'yadi, savatchaga. Shu ishlardan bittasi Afg'onistonga borish bo'lgan. Keyin yo'q, buni yopishim kerak deganman, chunki doim miyamda turardi, borishim kerak deb. 2 oy, 3 oy juda qiynaldim. Hamma joylar berk, yopiq bo'lgandi. Borish juda ham qiyin, qiz bolasan, nima qilasan borib deb aytishdi. Oilangiz tomonidan qarshiliklar bo'lmadimi? Bu narsa alohida bitta nima deydi, hikoya desa bo'ladi. Oilam albatta bunga qarshi bo'lardi. Masalan, men o'zimning farzandim bo'lganda ham Afg'onistonga boraman desa, nima deyapsan derdim-da. Lekin men uydagilarga aytganim yo'q, borayotganimda ularga bildirmadim. Chunki Tojikistonga ketyapman dedim. Dada, aya, xafa bo'lmanglar. Ularga aytdim, Tojikistonga ketyapman, xizmat safari ketyapman dedim. Keyin ham mayli, yaxshi borib kel dedi. Tez-tez telefon qilib tur, hol-ahvol so'rab turgin dedi, rasmlar tashagin dedi. Tojikistondan rasmlar tashadim, o'zim olmagan rasmlarni. Men qaytib kelgandan keyin menga anaqa deyishdi. Aytishdiki, qaytib kelgandan keyin aytdim-da. Lekin bilmadim, endi hamma har xil munosabat bildiradi, ota-onadan so'rab ketish kerak deyshadi, lekin ularni xavotirlanmasligi uchun, ko'proq mendan xavotirlanmasliklari uchun shu ishni tutishga qaror qildim. Majbur bo'ldim desa ham bo'ladi. Lekin oxirida baribir tushunishdi. Agar shu paytgacha tushunmaganda men sizni oldingizda o'tirmagan bo'lardim. Afg'onistonga 2 marta tashrif buyurdingiz. Qancha vaqt bo'ldingiz u yerda va qanday taassurot qoldirdi? Afg'onistonga borish fikri tug'ilgandan keyin va uni borishdan oldin va borishdan keyingi fikrlar butkul o'zgardi. Afg'oniston men o'ylaganimdan ko'ra ancha
jonliroq, hayoti ancha yorqinroq ekan. Endi hozir ko'pchilik men gapimdan keyin aytishi mumkin, sen Afg'onistonni romantizatsiya qilyapsan deb. Balkim siz men o'sha ijtimoiy tarmoq sahifalarini kuzatgan bo'lsangiz, u yerdagi kommentarlarni, izohlarni o'qigan bo'lsangiz kerak. Ko'pchilik sen ayollarni ko'rsatmading, ularni hayotini romantizatsiya qilyapsan deyishadi. Lekin tasavvur qilishingiz uchun mana Afg'onistonda 40 milliondan ortiq aholi yashaydi. U yerda bir nechta millat vakillari, ya'ni ko'p millat vakillari yashaydi. Asosan katta millat vakillaridan bittasi pushtunlar. Pushtunlar, o'zbeklar yashaydi va tojiklar yashaydi. Ular hamma millatlar bitta davlat bo'lib Afg'oniston tashkil qiladi. Va u yerda har xil millat, har xil taqdirlar, har xil qatlamlar bor. O'shaning uchun kimdir masalan Afg'onistonda ayollarning huquqi cheklanyapti desa, bu gapga qo'shilaman, to'g'ri, rostdan ham. Lekin bu o'sha ichida mana shu jamiyatning ichida hamma ham shu siyosatga rozi degani emas. Ya'ni ularni hammasini fikri shunday emas. Ya'ni ayollar uyda o'tirish kerak degan fikrni hamma bermayapti. Hammani fikri unday emas. O'shaning uchun borganimdan keyin odamlar kutib olishdi va ular chet ellik turistlar, ayniqsa o'zbeklarga juda ham hurmat bilan qarashadi. Biz endi qo'shni davlatmiz ularga. O'shaning sababdan o'zbeklarni hurmat qilishadi. Shu tomonlar menga yoqdi. Boshqa millat vakillarini bilmadim, lekin aynan O'zbekistondan men bordim, keldim desangiz, sizga yaxshi hurmat bildirishadi, siz bilan yaxshi munosabatda bo'lishadi. Bu bizni katta yutug'imiz deb o'ylayman. Va u yerda bizni qorako'z o'zbeklarimiz bor. Bu haqda alohida savol bersangiz, aytishim mumkin. Afg'on o'zbeklari va O'zbekistondagi o'zbeklarning urf-odatlarida qanday farqlar bor ekan? Ijtimoiy tarmoqqa joylagan videoyingizda ko'rdim, ular bilan suhbat qurgansiz. Ularni urf-odatlarida biz bilan qanday farq qiladi? O'zi boshidan gapirmoqchi edim. O'zi qanaqa qilib borib qolgan Afg'onistondagi o'zbeklar. Biz 38 million aholimiz, 40 millionga yaqinlashamiz, 1-2 yilda 40 million bo'lamiz. Lekin shu 40 milliondan tashqari yana Afg'onistonda 10 milliondan ortiq o'zbeklar yashaydi. Afg'onistonda 34 ta viloyat bor. Shu 34 ta viloyatdan 11 ta viloyat o'zbek viloyatlari hisoblanadi va faqat u yerda o'zbeklar yashaydi. Asosan o'zbeklar yashaydi, faqat o'zbeklar yashaydigan viloyatlari ham bor, shimoliy viloyatlar. Bu bizani bilasiz, Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida Amudaryo ajratib turadi. Shu Amudaryo, ya'ni ikki imperiya bo'linish ro'y bergandan keyin, ya'ni inglizlar tomon Hindiston, Afg'oniston inglizlar tomonida bo'lgan va Rossiya O'zbekistonni qurshab olganida, ya'ni bosib olgandan keyin ikkita millat ajralib qolgan. Janubiy Turkiston, shu tarixni o'qigan insonlar yaxshi bilishadi. Janubiy Turkiston bizni Turkiston o'lkamizni bir qismi bo'lgan va u yerda o'zbeklar azaldan yashab kelishgan. Masalan, Alisher Navoiy, Lutfiy, ular borib qolmagan o'sha joyga. Xuroson bir qismi bo'lgan. Movarnahr va Xuroson ikkalasi bitta davlat bo'lgan. Shuning uchun bizning tariximizda Janubiy Turkiston juda katta rol o'ynaydi. Va shu sababdan u yerda o'zbeklar tarixiy bo'linish tufayli O'zbekistondan ajralib qolgan. Va o'sha SSR davrida bizda sho'rolar bo'lishgan, davlatni O'zbekiston shu biz markaziy Turkiston sifatida qolganmiz. Va shu natijasida o'zbeklar qolib ketgan joyda. O'zbeklarning holati, u yerdagi hayot qanaqa? Bitta alohida katta bir gapirsa bo'ladi bu haqda, o'zbeklar haqida. Ular 10 milliondan ortiq va o'zlari ular biz bilan bir tilda gaplashishadi, faqat turli xil lahjalarda gaplashishadi. Ularni hammasi har xil lahjada, har xil shevada gapiradi. Xuddi bizda ham mana O'zbekistonda shevalar bor, ularda ham xuddi shunaqa shevalarda gaplashishadi. Urf-odatlar haqida keladigan bo'lsak, urf-odatlari o'sha mamlakatni urf-odatlari bilan mana u yerda boshqa millat vakillari yashaydi, ularning urf-odatlariga moslanib ketgan, ya'ni moslashib ketgan. Asosiy tomoni ular bilan bizni birlashtirib turadigani bizni tilimiz. Ularda ham to'ylar xuddi Afg'onistondagi boshqa millat vakillarida bo'ladigan to'ylar kabi to'ylar bo'ladi. Boshqa bir ajralib turadigan tomonlari yo'q. Lekin haligacha mana men O'zbekistondan ularning hayotini ko'rishga borganimda ularning urf-odatlari bilan to'la bir tanishish imkoniyatim bo'lmadi, chunki asosan men o'zbeklarning o'zi bilan suhbat qurdim. Ularning urf-odatlari bilan tanishish uchun alohida yana vaqt kerak edi. Shu desangiz, ya'ni u yerda o'zbeklarimiz menga yoqqan tomoni o'ta birikuvchan ekan. Birlik bor ularda juda ham. Chunki
40 milliondan ortiq aholi yashayotgan bo'lsa, 10 million o'zbek, ular o'zligini saqlab qolish uchun o'sha joyda birlashmasa, ularni boshqa tomondan bosim bo'lishi mumkin. Shu tomonlama o'zbeklarimiz ancha birikishgan. Ular o'zining tarixini bizdagi o'zbeklardan ko'ra ancha yaxshiroq biladi. O'zbekistonni ko'proq ular biladi. O'zbekcha qo'shiqlar eshitadi. O'zbekistonning xabarlarini kuzatishadi. O'zbekistonda qanaqa holat, hodisa yuz bergan bo'lsa, hammasini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishadi. Lekin afsuski biz ular haqida bilmaymiz, o'zbeklar haqida. Ular ancha yillar oldin masalan Buxoro amirligi, Xiva xonliklar bo'linganda xonliklar bilan birga o'sha mas'ul odamlar, mansabdorlar, amaldorlar qochib kelganda shunaqa o'tib qolgan degan fikr borda. To'g'ri, ko'pchilik odam o'tgan o'sha joyga, amirlik ya'ni xonliklar bo'lingandan keyin, lekin u yerda azaldan yashaydigan o'zbeklar bor. Biz ular haqida ko'proq gapirishimiz kerak deyman, chunki ular bizni qondoshlarimiz, ular bizni asosiy shu nima deydi, kapitalimiz desak bo'ladi. O'zbekiston yaxshi ko'radi-da ular. Chunki O'zbekiston ular uchun katta bir joy, ya'ni katta bir nima deydi, jannat desa bo'ladi O'zbekistonlar uchun. Nimaga? Chunki ko'pchilik mendan vizaga yordam bering, viza olishimiz kerak, O'zbekistonga borishni xohlaymiz, O'zbekistonda ancha erkinroq vaziyat degan gaplarni aytdi. Mamlakatda ommaviy axborot vositalari qanday? Chunki aytib o'tdingiz, ular bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatadi dedingiz. U yerda media qanaqa rivojlangan? Media endi asosan ular ikkita davlat tili bor ularda, dariy tili bilan pushtun tillari bor. Asosiy til hisoblanadi. Qog'oz ishlari, davlat ishlari hammasi shu hujjat ishlari shu tillarda yuritiladi. O'zbek tili bu so'zlashuv tiliga aylangan. O'zbek tili rasmiy til emas. U yerda masalan vaholanki 4 ta odamdan bittasi o'zbek tilida gaplashsa ham Afg'onistonda, u yerda vaziyat sal boshqacharoq o'zbeklarga nisbatan. Agar masalan ularni ijtimoiy tarmoqlar, medialariga qaraydigan bo'lsak, o'ta faol. Menga bitta tomon yoqdi. Yaqinda mana shu 5-6 oy oldin Mozor Sharifda, Mozor Sharif bu Balx viloyatini, O'zbekistonni shu Termiz ya'ni Hayraton ko'prigi, ya'ni O'zbekiston bilan Afg'onistonni bog'lab turadigan bitta Hayraton ko'prigi bor, chegara. O'sha chegaraga yaqin bo'lgan shahar bor, Mozor Sharif shahri, Balx viloyatining markazi. Shu joyda Alisher Navoiyni markazda Alisher Navoiyni haykali bor edi. Shu haykalni hukumat buzib tashladi. Va bundan keyin juda ham ko'p o'zbeklarning o'zlari va chet elda yashaydigan o'zbeklar ancha bu haqda gapirishdi. Ya'ni o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida bu haqda bong urishdi. Ya'ni tasavvur qiling, Afg'oniston juda ham inson huquqlari cheklangan, erkinligi cheklangan bir davlat hisoblanadi, lekin u yerdagi o'zbeklar bosh ko'targan, ya'ni turkiy madaniyatni, bizni bobomizni qabrini, o'sha maqbarasini mana shunaqa holatga keltirdinglar, ya'ni haykalni shunaqa holatga keltirdinglar deb ular hamma joyda bong urishdi. Va ijtimoiy ya'ni bitta aytmoqchimanki, u yerda ijtimoiy faollik ancha kuchliroq ekanligini mana shu orqali aytib o'tmoqchiman. Ularning o'zlarining kanallari bor. Afg'on TV, O'zbek Afg'on TV degan kanali bor. Shu ular ancha nima deydi, chanqoq, fikrga chanqoq, O'zbekiston bilan ko'proq aloqa qilishni xohlashadi. Sababi O'zbekiston aytayapti, ular shu paytgacha bizga O'zbekistondan hali hech qaysi bloger kelib bizni holatimiz bilan tanishish imkoniyati bo'lmagan, ya'ni tanishmagan biz bilan, faqatgina shu sayohat qilib, u yoqqa bu yoqqa borib Afg'onistonning hayotini ko'rsatgan tashqi tomondan. Lekin bizni o'zimizni hayotimiz qanday, biz nimalarni boshidan kechiryapmiz, nimalarni ko'ryapmiz, u haqida bizga bizni nima deydi, ko'radigan, bizni holatimizni haqida ma'lumot beradigan, O'zbekistonga aytadigan odam yo'q edi degan gapni aytishdi. Ya'ni ular xohlashadi o'zini ommaga ko'rsatishga, o'zini hayot tarzini O'zbekistonga ko'rsatishga. Ha, albatta O'zbekiston ularni tan olishni xohlaydi. Ya'ni O'zbekiston nima deydi? U yerda vaziyat ancha nima deydi, yomonroq desa bo'ladi. Chunki masalan iyerarxiya kuchliroq. Sababi hozir hokimiyatdagi bo'lgan guruh, ya'ni imorat deyishadi. Ular ko'proq o'zlarini tarafdorlarini yig'ishadi. Ya'ni aynan mana shu millat vakili pushtunlar bo'lsa, ularni davlat strukturasiga, davlat boshqaruviga tayinlashadi. Lekin boshqa millat vakillarida segregatsiya bor, ya'ni nima deydi, ularni davlat ishiga joylash imkoniyatlari cheklangan. Va bu imkoniyatdan o'zbeklar mahrum.
o'zbeklar o'zlarini tarixini o'zligini saqlab qolish uchun birlashib shu o'zlarini tarixini bir avloddan ikkinchi avlodga o'tkazishga harakat qilishadi. Va menga bir o'sha jurnalist aytgan edi, biz bilan birga o'sha Afg'onistondagi ijtimoiy faol odam, biz kichkinaligimizdan bizga daryoni narigi betida o'zbeklar yashaydi. Bu O'zbekiston. Sen gapirayotgan tilda o'zbeklar gapiradi va ularning davlat tili o'zbek tili. Sen gapirayotgan tilda ular suhbatlashib, so'zlashadi va ular barcha ularda yuritiladigan hujjatlari o'zbek tilida. Ya'ni seni gaplashadigan tilingni yurti bu O'zbekiston deb aytgan va O'zbekiston haqida ko'proq ma'lumot qidirishni boshlagan ular. 10 million o'zbek yashayotgan bo'lsa, O'zbekistondagi har bir holat, har bir nima deydi, ijtimoiy vaziyatdan ular boxabar. Chunki doim talpinishadi, intilishadi O'zbekistonga. Chunki O'zbekiston bilan Afg'onistonni hayot o'rtasida farq juda ham katta. Bu yerda ancha erkinroq. Masalan, ko'pchilik menga aytadi, Afg'onistonga borib kelgandan keyin erkinlikni, nafasni his qildingmi deyishadi-da. Rostdan ham his qildim. Sizga bitta mavzudan tashqari bitta gap aytaman. Men o'sha Hayraton ko'prigi bor, aytdim. Hayraton ko'prigi bu Amudaryoning ustiga qurilgan ko'prik. Bu tomonda Afg'oniston, bu tomonda O'zbekiston. Bitta chegara bor bizada va o'sha chegaradan o'tyapman. Afg'oniston o'rtada neytral hudud bor. Chegaradan o'sha ko'prik neytral hudud hisoblanadi. Kechki payt soat 12 da o'tyapman, kechqurun. Keyin Afg'oniston chegarasidan o'tdim. Meni pasportimni hammasini berishdi. O'tyapman. Keyin shunday bir o'zim ketyapman. Shamol bo'lyapti. Shamol esib turibdi va odamlar hech kimsa yo'q, odam yo'q. Bir o'zim qo'rqyapman. Ich-ichimdan endi qo'rqmassiz aytsa ham baribir ham qo'rqasiz-da, odam bir o'zi bo'lgandan keyin qo'rqadi, qo'rquv bo'ladi. Va o'sha ko'prikdan o'tib ketyapsam, chemodanim o'sha sudrab o'tib ketyapman. Hozir daydi o'q keladi-da, meni otadi degan qo'rquv ham bor edi-da menda. Nimaga? Chunki u yerda chegarada tez-tez otishmalar bo'lib turadi. Biz bu haqda bilamiz. Balkim bo'lar, balkim bo'lmas, balkim yilda bir marta bo'lar. Lekin xavfli hudud, ya'ni O'zbekiston uchun eng xavfli chegara bu Afg'oniston hisoblanadi. Chegarachilar bu yerda ancha sergak turishadi. O'tib ketyapman, keyin O'zbekiston tomonga yetdim. Shunaqa yengil his qildim o'zimni. Shunaqa yengil his qildim. Pasportimni ko'rdim-da, qizil pasportimni. O'zimga shukur dedim, men O'zbekiston fuqarosi ekanman dedim. Chunki bu pasport ko'p narsani anglatadi. Ya'ni siz qaysi payt kelasiz, qaysi payt chiqib ketasiz, farqi yo'q. Siz shu pasportingiz bilan kirasiz O'zbekistonga. Va shunaqa bir joy bor ekan u yerda chegarada. Shunday kirasiz, O'zbekiston chegarasidan u yerda o'sha ko'prik bor. Ko'prikdan sal o'tganingizdan keyin O'zbekiston tomonga kirish va u yerda ko'pchilik ayollar ro'molni yechar ekan. Ro'mol yechish joyi ekan u yer. Men ham shuna ro'molim bilan ketyapman. Endi u yerda shariat qonun qoidasiga ko'ra ro'mol o'rab yurish kerak. Ayollar, siz chet ellik bo'lasizmi, farqi yo'q. Siz o'sha joyni qonun qoidasiga rioya qilishingiz kerak. Va O'zbekiston tomonga keldim. Shunday ro'molimni yechdim. Shunaqa xursand bo'ldim. Ya'ni nima deydi? Erkinlikda, ya'ni kimdir ro'mol o'rash va o'ramaslik huquqi bor O'zbekistonda. U yerda unday emas. Shuning uchun hozir men gapimdan keyin ko'pchilik aytishi mumkin, ro'mol o'rash bu odamni huquqlarini cheklamaydi deb gapirish mumkin. Shunda bir to'g'rilab aytib ketmoqchiman. Yo'q, masalan, kimdir o'rashni istaydi, kimdir o'ramaydi. Bunga diniy tus bermasligimiz kerak. Va shu paytda ozodlik nafasini his qildim. O'zbekiston haqiqatan ham biz uchun juda bir yaxshi davlat ekanligini, erkin davlat ekanligini bildim. Mayli kimdir meni balandparvoz gapiryapti, vatanparvar, o'zicha vatanparvarlik qilyapti desin, kim nima desa desin, lekin siz Afg'onistonga boring. Afg'onistonga borib, o'sha joydagi vaziyatni ko'ring, keyin O'zbekistonga qaytib keling. Shunda siz bilan gaplashsak bo'ladi. Afg'onistonda ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar qanchalik rivojlangan va u yerga borganingizda qiynalmadingizmi? Misol uchun, mehmonxonani, o'zingiz turgan mehmonxonani ko'rsatib o'tdingiz, u yerda ahvol u darajada yaxshi deb ayta olmaymiz. Endi aloqa haqida gapirsak, yaqinda mana ertaga shu video chiqaraman. Shu aloqa haqida juda qiyin. Mana Afg'oniston O'zbekistondan 25 yillar orqada yuribdi desam bo'ladi. Chunki bizda ham shunaqa bo'lgan. Biz telefonga pul tashlash uchun Paynetga borardik. Paynetga borib, shu budkachalar bo'lar, tashlab kelardik pullarni. Hozir bitta ilovani o'zi orqali bemalol pul tashlaysiz. Hozir unaqa Paynet tochkalari, ya'ni shoxobchalari yo'q.
Bu narsani biz tasavvur ham qila olmaymizda. Va internet tezligi, bizda internet juda ham tez. $5 biz 50 gigabayt, 60 gigabayt bemalol olishimiz mumkin. Bir oy bemalol umuman o'ylamasdan ishlatasiz. Masalan, oxirgi marta eslay olasizmi telefoningizda pul tugab qolganini? Umuman unaqa holat bo'lmaydi-da. Lekin u yerda men 1000 afg'oniy bizning so'mda qancha bo'ladi? Xullas 1000 afg'oniyni so'mga aylantirganda katta pul bo'ladi. Shuncha summaga men 14 gigabayt internet sotib oldim va bu internet juda ham menga kam fursatga yetdi. Chunki men video olib, videoni chiqarishim kerak edi. Internet tezligi juda ham past va shunga yarasha internet sifati baland emas. Juda ham qiyin. O'shaning uchun qiynalishadi, VPN da ishlatishadi. VPN, Instagram, hamma o'sha ijtimoiy tarmoqlarni VPN orqali ishlatasiz. Va bizda bu narsa ancha yaxshiroq, ancha zo'r. Bizda shu paytgacha masalan aytishadi internet tezligi bizda yaxshilandi. Yo'q, lekin baribir oldingidek emas deyishadi. Yo'q, o'rtoqlar, bizda internet tezligi ancha yaxshi, ancha yaxshilangan. Masalan, 10 yil, 15 yilga taqqoslaganda bizda sifat yaxshi va shunga yarasha narx ancha bizda pasaygan. Keyin ta'lim tizimi haqida so'radingiz. Ta'lim tizimi haqida alohida gapirsa bo'ladi. Ta'lim tizimi men maktablarga bordim. Bizning o'zbek viloyatlarimiz bor. O'zbek viloyatlari bular Faryob, ya'ni Shimoliy viloyat, eng katta o'zbeklar yashaydigan joyda Maymana shahriga, keyin Aniqo'y tumaniga bordim. Va maktablarga tashrif buyurdim. Xususiy maktablarga bordim. Xususiy maktablarda sharoit ancha yaxshiroq. Men kutmagan narsa bu, maktabga kirdim, ularning bitta biologiya, kimyo o'qitiladigan alohida bitta xonasi bor ekan. Va u yerda afsuski qizlar 6-sinfgacha o'qiydi va 6-sinfdan keyin ular maktabga borishmaydi. O'g'il bolalar alohida sinfda o'qishadi, qizlar alohida sinfda o'qishadi. Qizlarga alohida ayol o'qituvchilar, yigitlarga alohida o'sha bolalarga, o'g'il bolalarga alohida erkak o'qituvchilar o'tishadi. Lekin menga aytishgan edi, biz qizlarga ham dars beramiz deyishgan, erkak o'qituvchilardan biri. Lekin qizlar ular nima deydi? Bilmadim, men borganimdan keyin qizlar bilan gaplashdim. Yaxshi holat desa bo'ladi. Yaxshi. Endi yashirib nima qilamiz? Ular maktabga bizda maktabga ko'pchilik bolalar borishni xohlamasdan borishadi-yu. U yerda afsuski qizlar maktabga chanqoq bo'lib borishadi. Bolalar hammasi shunaqa. Maktabga kelsa ko'zlari yonadi. Chunki imkoniyat cheklangan, 6-sinfdan keyin maktabga borishmaydi. Uyda uy ishlari bilan band bo'lishadi. Va bu juda ham achinarli holat. Va menga aytishganda ayollar huquqlari bo'yicha nimaga gapirmaysan deb tanqid qilishdi. Lekin nima deydi? Bu narsani biz bilamiz, xabardormiz. Hamma joyga jar solgandan ko'ra neytral gapirgan yaxshiroq. Ha, to'g'ri, ayollar huquqlari u yerda cheklangan, ha, ancha qiyin vaziyat u yerda. Lekin hayotning boshqa tomoni ham bor. Ular shu cheklovlarga qaramasdan o'zlarini hayotini yashab kelishyapti, davom etishyapti. U yerda ham bizga o'xshagan odamlar bor, u yerda ham bizga o'xshagan fikrli insonlar bor, kitob o'qishadi. Ta'lim tizimi yaxshi, ancha yaxshi demayman, xususiy maktablarda yaxshiroq. Va u yerda odamlar o'zini hayoti bilan yashayapti. O'zbekiston ularga viza berishidan umidvor bo'lib yashashyapti. Chunki O'zbekistonda sharoit, imkoniyatlar ancha yaxshiroq. Lekin bilasizmi, baribir ham qiyin vaziyat bo'lsa ham odamlar harakatchan ekan u yerda. Agar harakatchan bo'lmasangiz, siz u yerda yashab keta olmaysiz-da. Juda kuchli, metin irodali o'zbeklarimiz, juda ham. O'zbeklar haqida gapirsangiz, menimcha gapimiz tugamasa ham kerak. Ta'lim tizimini aytdingiz. Ya'ni qizlar 6-sinfgacha maktabda o'qishadi, undan keyin boshqa ta'lim yo'q. Demak, ularning hayoti kundalik tarzi faqat oilaga qarash, ovqat pishirish, bola tarbiyasi bilan o'tib ketadi. Ha, albatta bunga ham qiziqib ko'rdim va ularda tanishish qanaqa? Masalan, o'sha bir qiz bilan biz internetda tanishib qolgandik, shu nima deydi, ijtimoiy tarmoqda Instagram orqali menga yozgandi. Bir video qilgandim. Shu videomdan keyin men afg'onistonlik o'zbekman, shu joyda yashayman deb o'zini tanishtirib aytdi. Biz biroz muloqotda bo'ldik. Keyin men borgandan keyin meni kutib oldi. Biz birga yurdik o'zbek qiz bilan va u hozir 25 yoshda, 26 yoshga kiryapti, lekin hali turmushga chiqmagan. U yerda ham masalan qizlar bor, agar o'zlarining xohishlariga mos kelmaydigan insonlar bo'lsa, ular turmush qurishmaydi.
Ko'pchilik o'ylashadi, masalan, majburlab katta yoshli odamga uzatib yuborishadi, majburlab mana shu o'zini xohishiga qaramasdan, o'zini xohishi bo'lmasa ham o'zi xohlamagan insonga turmushga berib yuborishadi deyishadi. Unaqa holatlar ham bor. Masalan, O'zbekistonda ham shunaqa holat bor. U yerda ham, ya'ni hamma joyda odamlar deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Ba'zi oilalar bor, majburlab berishmaydi. Ba'zi oilalar xohlaydi qizini yaxshiroq o'zini xohishiga qarab yaxshiroq joyga uzatishdi. Ular asosiy kunlari, masalan, ayollarning hammasi uyda o'tiradi deganimiz. U yerda masalan ayollar ishlaydigan kasblar bor. Bular o'qituvchilik, keyin hamshiralik, shifokorlik, shunaqa joylarda ishlashadi. Hozir endi ayollarni davlat ishlarida ishlashi cheklangan va ular boshqa yo'nalishlarda faoliyatlarni olib borishyapti. Ishlaydigan ayollar ham bor, lekin shu bilan bir qatorda ishlamaydigan ayollar ko'proqni tashkil qiladi va to'g'risini aytganda men ularni bir kuni qanaqa o'tishi menga rostdan qiziq edi. Ular bilan bir kunimni ham o'tkazdim. Juda zerikarli, juda qiyin. Men o'zim bunaqa yasholmagan bo'lardim deb o'ylayman. Ya'ni hamma sharoit bor, imkoniyat bor, hamma uyda istalgan sharoit bor, lekin bir xil tarzda o'tadi. Va bu masalan ayollarni u yerda Afg'onistonni yagona bir masalan hech ochilmayotgan qirrasi, ya'ni ishlatilmayotgan katta bir resursi bu ayollar hisoblanadi. Ayollarni imkoniyatlarini o'ta ham cheklangani. Endi bilmadim, men nimadir bir fikr ayta olmayman bu haqda. Bu endi ularni siyosati va ularni tutgan yo'li. Mana shu yo'ldan ketishga qaror qilgan hukumat va bu narsani biz muhokama qila olmaymiz. Yaqinda mana shu Bobur, Alisher Navoiylarning tug'ilgan kunlar arafasida siz ularni qabrlarini ziyorat qildingiz. U yerdagi holat qanaqa? Tarixiy obidalar ahvoli? Bu haqdachi juda hozir o'ylayapman, achindim to'g'risi. Chunki Navoiyning qabriga masalan Musallo degan majmua bor, Gavhar Shodbegim majmuasi ham deyishadi. Bu 1417-yilda qurilgan. Shu Shohruh Mirzo, Alisher Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzo o'sha Hirotni poytaxt qilgan paytda shunaqa majmua qurgan. O'sha majmuaning ichida Gavhar Shodbegim maqbarasi bor, Shohruh Mirzoning rafiqasi. Gavhar Shodbegimni maqbarasi o'sha joyda turibdi. Gavhar Shodbegim bu Ulug'bekning onasi hisoblanadi, Mirzo Ulug'bekning. Juda ham ta'sirli shaxs bo'lgan va o'sha paytda Temuriy malika sifatida shu maqbarani qurdirgan. Gavhar Shodbegimni maqbarasiga bordik. Yonida Alisher Navoiyning maqbarasi turibdi. Mana shu paytgacha u yerda endi urushlar va zilzilalar natijasida ancha zarar ko'rgan maqbara. Ancha yillar davomida bu maqbara bo'lmagan ham. Uni tarixi juda ham qiziqdi. O'zimizda deyarli ma'lumot yo'q va shunaqa bir ma'lumotga ko'zim tushdi. 2004-yillarda, 2003 yoki 2004-yil, 2000-yillarning boshida bu maqbarani O'zbekiston hukumati shu Bobur jamg'armasi tomonidan bu buzilgan yangi maqbara quramiz deb. Chunki eskisi ancha yaroqsiz holatda bo'lgan. Lekin har xil vaziyatlar, ya'ni u yerdagi vaziyat tufayli Afg'oniston hukumati bilan kelishuv bo'lmagani uchun ancha yillar davomida maqbara ochiq mozor sifatida qolib ketgan va u yer eng afsuslanarli holati shu nima deydi, bangi deydimi bizada, nima deydi, shu narkotik iste'mol qiladigan odamlarni bir makoniga aylanib qolgan. Tasavvur qiling, Alisher Navoiy siz hurmat qilgan, siz maktabdan boshlab shu insonni tug'ilgan yilini yodlagansiz, hammamiz bilamiz, 1441, 1501, hammamiz bilamiz, daftarlarga yozilgan. Va shu insonni qabri mana shunaqa holatda. Odamlar bemalol u yerga ochiq mozorga kirib, o'zlari xohlagan ishlarini qilishadi. Bu odamni juda ham xafa qiladi. Hozir endi maqbara qurilgan, 2019 yoki 2020-yilda adashmasam prezident qarori ham chiqqan maqbarani atrofini obodonlashtirish bo'yicha. Lekin hozirgacha men 2021-yillar atrofida shu qaror chiqqan bo'lsa, 2021da hukumat o'zgardi. Va men umid qilamanki, shu hukumat o'zgargandan keyin hozirgi bizning hukumatimiz hozirgi hukumat bilan birga kelishuvlar qilib shu maqbarani oldini, shu atrofini obod qiladi deb o'ylayman. Endi O'zbekiston hukumati qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Bitta xavf qiladigan tomoni ham u yerga mahalliy turistlarni kiritishmaydi umuman, yo'q.
nimaga kiritishmaydi? O'zbeklarning o'zi ham Alisher Navoiyni qabrini ziyorat qila olmaydi, afsuski. Faqatgina endi biz chet ellik bo'lganimiz uchun bizga ruxsat berishdi. O'sha tasavvur qilsangiz, mana maqbaraning yonida voleybol o'ynab o'tirishar ekan. Voleybol o'ynashadi. Xuddi mana eski omborga o'xshaydi. Eski nima deydi, demontaj qilingan uskunalar turibdi, har xil temir shu nima deydi, metallomlar turibdi. Juda achinarli bir xarob ahvolda u. Men ko'rib juda siqildim shundan keyin. Va menga yana aytishdiki, sal teparoqqa yursangiz, shu endi bu katta majmuani sal teparoqqa yursangiz, Husayn Boyqoroni qabri bor. Husayn Boyqoroni qabri afsuski juda ham xarob ahvolda. Men Husayn Boyqori haqida video joylashtirgandan keyin juda ham ko'p muhokama bo'ldi va Afg'onistonlik o'zbeklarning o'zlari ham o'sha videoni turk tiliga tarjima qilib, o'sha subtitrlar qo'yib, butun shu turk dunyosiga qaranglar, mana Husayn Boyqoroni, Temurlar tarixini bir qismi yo'q bo'lish arafasida, ya'ni qabri qanaqa holatda. Ustiga shu marmar tosh qilingan, shu qabr ustiga shisha qo'yilgan va uni bir necha marta buzishgan, o'g'irlangan joylari bor, shu toshni o'g'irlashgan holatlari bor. Eng achinarlisi, o'sha tomonga mana qabrning ustiga shisha instruksiya qo'yib qo'yishgan, uni sindirishgan va odamlar kelib, bilmaganlar, bu tarixni bilmaganlar kelib shunda naqa qilishadi, ustiga o'tirishadi. U yerni bunday yopib qo'yishgan ancha yillar avval, lekin hukumat hozir o'zgargandan keyin 5-6 oy oldin shu joyda, yani tasavvur qilishingiz uchun, shu tarixiy obyekt turgan joyda yo'l o'tkazishgan, mashina yo'li. Mashina o'tgandan keyin u nima bo'ladi? U maqbara emas, o'sha maqbaradan qolgan qoldiqlar bor, ya'ni 4 ta minora bor. O'zi 20 ta minora bo'lgan deyshadi, 20 ta ba'zi manbalarda 11 ta bo'lgan. Shu 4 ta o'zi qolgan minorani hammasi qulab tushish arafasida. Bu endi bilmayman, men hozirgi hukumat tomonidan bu ataylab qilinganmi yoki bo'lmasam boshqa sabablar bormi, lekin tarixiy obyektni yonida yo'l qurish bu qanchalik to'g'ri bu narsa. Va Husayn Boyqoroni qabri atrofida juda ham bir qo'rqinchli holat, vaziyat. Bolalar bemalol kirib o'ynashadi, u yerda kirib o'ynashadi. Bemalol ehtiyojlarini qondiradi, chunki badbo'y hidlar u yerdan kelayotganda bir axlatxonaga aylangan u joy. Va biz albatta bunga e'tibor berishimiz kerak. Endi men bilmadim, balkim o'zimizni shu bizni Tashqi ishlar vazirligi, Madaniyat vazirligi va boshqa mana shu madaniy obyektlarni madaniy obyektlarni asrashga qaratilgan, ya'ni vazifasi shu bo'lgan strukturalar bunga e'tibor qaratishar, yo balkim bu vaziyatdan xabari bordir deb o'ylayman.